yetkazmoqchiman deb alohida kirib xonaga kirib aytib chiqib ketdi. Muhtaram jamoat, buni nima uchun gapiryapman? Alloh jalla va alo ambardagi odamni gunohlarini Alloh qanday to'kkan bo'lsa, janozaga ishtirok etayotgan odamni ham Xudo gunohini shunaqa to'kadi. Shu janozani o'qishlik uchun Alloh nasib qilsa, safga qo'shilib turib namoz o'qiy olmaydi ekan demoqchiman sizlarga. Agar nasib qilmasa, janoza yanada tursa ham Allohu akbar deyishga yaramas ekan. Xudoya taborak va taolo bandaga 4 ta narsa beradi. Ibodatda bo'ladi, gunohda bo'ladi, ne'matda bo'ladi, mashaqqatda bo'ladi. Agar ibodatda bo'lsa Allohga hamd aytsin, lozim bo'ladi, shukr qilib, ey Alloh ibodatlarimni qabul qil, bilib bilmay qilyapman, senga sajda qilyapman, senga duo qilyapman. Ibodat ham turli bo'lar ekanda. Bir ibodatlarni Allohda Xudoya taolo o'z dargohida qabul qilaverar ekan. Agar noto'g'ri qilayotgan bo'lsa ham Xudoya taolo qabul qiladi. Bu Allohning ishi ekan. Qabuliyat Parvardigorning ishi ekan. Xohlasa qabul qilar ekan, xohlasa azoblar ekan. Xohlasa jannatga kirgizar ekan, xohlasa do'zax. Bu Allohning ishi ekan. Birov bu ishga aralasha olmas ekan. Bir odam bor dedilar. U inson gunohda bo'ladi, lozim bo'ladi Allohga duo qilishligi, shu gunohlardan tiyilishlikda-yu va Allohdan tavbani so'rashlik. Alloh menga ham falonchilar tavba qilayotgandek tavba qilishni nasib qil. Falonchilar masjidga ketyapti, menga ham masjidga borishni nasib qil. Falonchilar sahar turib ibodat qilyapti, menga ham shu ibodatda nasib qilgin deb gunoh qilayotgan bo'lsa ham ibodatlik insonlarni havas qilish kerak. Bir odam bor ne'matda, Alloh bergan ne'matni behisob, u banda shukrni ko'paytirishlik kerak ekan. Xudo menga shu ne'matlarni berding. Shu bergan ne'matlaringga shukr qiladigan bo'lay ilohim. Noshukr bo'lib qolishlikdan Alloh panoh bergin deb so'rab turishlik ne'mat ziyodalashib turgan odamga lozim ekan. Ammo bir odamda mashaqqat, shiddat, juda boshiga musibatlar tushgan, lekin Allohga sabr qilishlik bilan Allohni eslaydi. Sabr qanaqa? Tahoratni yangilaydi, namoz o'qiydi, Alloh deydi. Hech kim zikr qilmagandek Allohni zikr qilib, Allohni 99 ismlarini chaqirib turib Allohga yig'laydi. Ana shu tufayli Xudoya taolo bandasiga sabr berar ekan. Biz muhtaram jamoat hayoti dunyoda Xudoya taborak va taologa ibodat qilayotganligimizdan ham Alloh